Assalomu alaykum qadrli o'quvchilar. Sizlar bilan yana bir marta ko'rishib turganimdan xursandman. Aytib o'tishim kerakki, o'quvchilarni eng qiynaydigan savol turlaridan biri hisoblanadi. Bu savol turi juda ham murakkab va juda tez aytiladi. Sizga osonroq texnikasini o'rgataman. Ya'ni part 5 da bizga 3 ta ekstrakt beriladi. Har bir ekstrakt 2 ta savoldan iborat. Assalomu alaykum qadrli o'quvchilar. Sizlar bilan yana bir marta ko'rishib turganimdan xursandman. Bugungi darsimiz listening part 5. Qani ketdik. Listening part 5 qismida sizga multiple choice savollari beriladi. Ya'ni har bir savolda tanlash imkoniyati mavjud bo'lgan savollar bor. Ya'ni ABC javoblardan birini tanlaymiz va bu aytib o'tishim kerakki, o'quvchilarni eng qiynaydigan savol turlaridan biri hisoblanadi. Chunki tan olish kerakki, imtihonda bu savol turi juda ham murakkab va juda tez aytiladi. Bunga yondashuv uchun bu savollarga to'g'ri javoblarni topish uchun quyidagicha yondashishimiz kerak. 5-qism, ya'ni part 5 da bizga 3 ta ekstrakt beriladi. Har bir ekstrakt 2 ta savoldan iborat. Har bir ekstraktda alohida bittadan suhbat bo'ladi. Ya'ni 2 yoki 3 kishi suhbatlashadi va o'sha suhbat jarayonida biz savollarga javob berishimiz kerak. To'g'ri yondash uchun sizga osonroq texnikasini o'rgataman. Birinchi o'rinda biz savolni o'qib tushunib olishimiz kerak. Savolni tushunish 50% javobni topish demakdir. Misol uchun mana bu ekstraktga, savolga e'tiborimizni qaratamiz. The man seems to think that Pam is, ya'ni bu erkakni o'ylashicha Pam qanaqa? Javoblar: organized, inconsiderate, neurotic. Tarjima qilib olamiz: tartibli, o'ylamay ish qiladigan va asabiy. Shu uchalasidan birini tanlashimiz kerak. Ya'ni audioda bizga bu erkak kishining fikri qiziqroq. Demak, bu yerda boshqa odam bilan gaplashadi. Bizga faqat erkak kishining fikri qiziq, uni fikriga mos so'zni tanlaymiz. Keyingi savol: what does a woman think? Endi ayol kishining fikri qanaqa? They should have a coffee while they wait for Pam. Ular Pamni kutish jarayonida kofe ichib olishlari kerak. They should prioritize their task for the afternoon. Ya'ni ular kechqurun uchun vazifalarini, ya'ni ustuvor vazifalarini ko'rib chiqishlari kerak. They probably won't have time to go to the cinema. Ya'ni ularda umuman kinoteatrga borish uchun vaqt yo'q. Endi bu yerda to'g'ri yondashuv uchun ba'zan mana bunaqa texnika ishlaydi. Javoblarda bor bo'lgan so'zlarni audioda eshitdikmi, o'sha javobni chiqarib tashlashimiz kerak. Misol uchun 25-savolda coffee yo bo'lmasa wait degan so'zlarni eshitdikmi, A javobni chiqarib tashlaymiz. Yo task, afternoon so'zlarini eshitdikmi, B javobni chiqarib tashlaymiz. Ikkala javobda yoki C javobda ham cinema degan so'zni eshitdikmi, C javob chiqib ketadi. Eshitmagan javobimizni belgilaymiz. Ba'zan, har doim ham bu texnika ishlamaydi. Ba'zan savolni to'g'ri tushunish kerak, ba'zan esa shu texnikadan foydalanishimiz mumkin. Hozir shu ekstrakt 1 ni siz bilan ko'rib chiqamiz. Part 5. You will hear 3 extracts. Choose the correct answer for each question. There are 2 questions for each extract. Mark your answers on the answer sheet. You have 30 seconds before you listen to the recording. Xuddi part 4 kabi part 5 da ham bizni savollarni o'qib olish uchun atigi 30 sekund vaqt beriladi. 1. Extract 1. Now, we are ready to start. Extract 1. You'd think in today's world of modern technology she could manage to be on time, wouldn't you? You know what Pam is like. There are always 100 last-minute jobs to do before she can finally walk out of the house. Does she really need to check everything 3 times before she leaves? It's not as if she is deliberately late. You know that. I know, it's not her fault, but it still annoys me. Well, we've got a lot to do today. Okay, demak siz bilan 24-savolga javobni hozir eshitib ko'rdik. 2 kishi suhbatlashyapti. Pam, ya'ni ayol kishi aytayapti, u kech qolishining sababi har doim hamma narsa esimdan chiqmadimi, uydagi jihozlarni o'chirdimmi deb birma-bir qarab chiqadi.
erkak kishi aytayapti, hozirgi zamonaviy texnologik dunyoda kechish shunchalik ham kechikadimi odam? Hamma narsani oxirigacha borib tekshirib ko'rish shartmi? Hammasini oldindan qilib ko'rsa bo'lmaydimi? deb nolyapti. Demak, organizer tartibli to'g'ri kelmaydi, o'ylamasdan ish qiladigan inconsiderate to'g'ri kelmaydi va bizda bitta javob qoldi, neurotic. So I suggest we get the must-dos over and done with first, and then we'll see if we still have time to go to the matinee cinema. Okay, but I need a hot coffee once Pam arrives. I'm freezing. Qarang, hozir sizga aytib o'tgan texnikam, cinema degan so'zni ayol kishi aytdi, hot coffee degan so'zni erkak kishi aytdi. Demak, biz aytilgan so'zlar bo'lsa, chiqarib tashlaymiz dedik. Bizda faqat bitta javob qoldi. B ni eshitmadik, to'g'ri javob B bo'ladi. Extract 2, 26-27-savollar o'qib, tarjima qilib, yaxshilab tushunib olamiz. The woman believes that forensic technology. Demak, bu ayolni shunaqa ishonadi. Forensic technology qanaqa bo'lishiga. Has reached its peak. O'zini o'sha peak darajasiga, yuqori cho'qqisiga yetishdi. Has a long way to go before it can be really useful. U hali biz uchun foydali bo'lish uchun hali ancha vaqt bor. Has a potential to produce evidence that we can't yet find. Bu yerda ham eshitgan agarda birorta javobning ichidagi so'zlarni audioda aytadigan bo'lsa, o'sha javobni chiqarib tashlaymiz. 27. The man worries that. Erkak kishi nimadandir xavotirda. A false conviction is still possible. Many police officers aren't trained well enough to use DNA as evidence. Criminals can get access to personal information on police computers. Okay. Endi audioni eshitib, birgalikda belgilaymiz. Extract 2. I was watching a fascinating program last night about forensic evidence and how the police use technology to solve crimes. It showed how DNA testing is used more and more to link a suspect to a crime scene. An eyelash can be enough. Of course, it's still got a long way to go, and who knows what method of detection they'll dream up next. But it's remarkable what's already been achieved. Okay. Eshitdik 26-savolni. A long way to go degan so'zni ishlatdi. Shuning uchun B javobni chiqarib tashlaymiz. Hech qanaqa pikka chiqdi degan ma'lumot yo'q. Qaytanga uni yomonladi va lekin biz hali erishmagan narsalarimizni ko'rsatib berdi. Dedi, we can't yet find. Mana bu so'zni sinonimini aytdi. Audioda aytiladigan so'z javobdagi so'zning sinonimi bo'ladi. Biz hali yetishmagan, hali biz erishmagan, achieve, we can't achieve, we didn't achieve degan so'z ishlatildi, birikma. Va bu yerda esa we can't yet find. Biz hali topmaganmiz. Buni sinonimi hisoblanadi. Javob shunda C bo'ladi. 27-savol. Few. But I'm a little apprehensive about the idea of our DNA information being put onto a central police computer. Someone could have left DNA. Xo'p, buni oxirigacha eshitishimiz ham shart emas. Biz DNA ni eshitdik, police computer so'zini eshitdik. B javobda va C javobda bor. A javob o'zidan o'zi bizda to'g'ri javob hisoblanadi. Extract 3 ga o'tishdan oldin yana bir marta savollarni va javoblarni o'qib olamiz. What worries a man? Bu odam nimadan xavotirda? The people that his son talks to on the internet, ya'ni o'g'li internetda gaplashayotgan odamlardan xavotirda, ya'ni ularni xavfli deb hisoblaydi. The amount of time his son spends on the internet. Uning o'g'li internetga sarflaydigan vaqtning ko'pligidan xavotirda. The cost of his phone bills because his son is using the internet. Ya'ni o'g'li internetga sarflayotgan internetga ketadigan pulning miqdoridan xavotirda. Keyingi savol. The woman accuses the man of being. Ayol kishi bu erkakni nimadadir ayblayapti. Out of touch with his son. O'g'li bilan kam muloqotda bo'lishi. Mean with his money. Puliga ziqna bo'lishda. Ignoring what the internet is used for. Internet nimaligini bilmaslikda ayblayapti. Eshitib ko'ramiz. Extract 3. Jimmy doesn't seem to communicate with me anymore. If he's not out with his friends, he's in his bedroom doing goodness knows what on the internet. He used to be much more chatty at dinner time. Well, can you blame? Xo'p, hozir eshitdikki, bu o'g'lining internetda xonasida kim bilan gaplashyapti? Ular do'stlari bo'lmasa, kim bilan gaplashyapti u va juda ko'p vaqtini internetda sarflayapti degan gapni aytib o'tdi.
Demak, u odamlardan xavotirda emas, balki o'g'li sarflayotgan vaqtdan xavotirda. Javob B. Him. You're always at work, and when you come home, you're so tired that you fall asleep in front of the TV after dinner. You have Xo'p. Endi bu erkak kishining ayoli aytmoqdaki, sen qayerdan bilasan? Sen ishdan kech kelasan, charchaysan, you fall asleep in front of the TV. Ya'ni televizor oldida uxlab qolasan. O'g'ling bilan hech qanaqa bu haqda gaplashmaysan. Ya'ni o'g'li bilan kam muloqotda bo'lishini buni yuziga solyapti. Javobimiz A bo'ladi. Qadrli o'quvchilar, shu bilan bugungi listening part 5 darsimiz o'z yakuniga yetdi. Bizni kuzatishda davom eting va sahifamizga obuna bo'lishni yodingizdan chiqarmang.